temir kachelalarda optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyidan ko'rsatamiz. 4 kishimalik kachelarimiz, profillari qalin bo'lgan, rossiyskiy sosna yog'och ishlatilgan, tepalari tentli bo'ladi. Buni har xil rasvetkalardan qilib berilaveradi. Narxi 2.600.000 so'm. Kimga Lexanli varianti deydigan bo'lsangiz, Lexaniga ozgina pul qo'shiladi. 3 million so'm qilib beriladi. Pastdan shunaqa temir karavotlarimiz ham bor. Razmeri 3 metrga 2 yo'llik, qo'llar rossiyskiy sosna yog'och ishlatiladi. Narxi 4 million so'm. 3.5 ga 2.5 ligi bo'ladi. Parangda yog'och ishlatilgan. Buni narxi 5 million so'm. Hop, tuxum kachelarimiz 2 kishimalik bo'ladi. Yostiqlari bonusga qo'shib beriladi. Narxi 1.800.000 so'm. Har xil rasvetkalardan qilib beriladi. Bir kishimaligi bo'ladigan bo'lsa, bu to'shak yostiq bonusga qo'shib beriladi. Bunimizning narxi 1.5 million so'm. Har xil rasvetkalardan qilib berilaveradi. Ratan stolimiz 6 kishimalik bo'ladi. Bunimizni 2.200.000 so'm qilib beramiz. Oynaklari kalyonli bo'ladi. Yumaloq xon taftaligini 2.500.000 so'm qilib beramiz. 8 taligi 3.200.000 so'm. Oynaklari kalyonli, sinmaydigan, o'tga chidamlisidan bo'ladi. Kimga shunaqa kachelarlar, ratan stollar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud, kelishilgan holatda chiqarib beriladi.